Bu men Minecraftdagi eng kuchli qurol bo'lmish bulavani olishga urinyapman. Do'stlar, bu Minecraftdagi 100 kun orolcha survival videosining ikkinchi qismi. Va biz bu videoda Ender ajdarini o'ldirgani ham boramiz. Siz videoga xush kelibsiz va men videoni boshladim. Do'stlar, eslatib o'taman, bu 100 kun orolcha survival videosining ikkinchi qismi. Agar siz birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, shu videoni ko'rgandan so'ng kanalimdan ko'rishingizni maslahat berardim. Va biz esa boshladik. Birinchi bo'lib men mana shu yerdan o'zimga shaxta qozishni boshladim. Va ozgina pastga qozganimdan so'ng mana shu yerdan bir shaxta tushdi. Bu yerda esa bitta zombi bor ekan. Men u zombini bir yo'qlik qilib o'ldirdim. Va atrofga qaraganimda men ko'mir topdim. Uni ham yig'ib oldim. Va ko'mirni yig'ib olganimdan so'ng pastga qozishni davom etdim. Va yo'l-yo'lakay mash'alalarni ham yasab oldim. Va bizning yo'limizdan yana ko'mir chiqdi. Uni ham boshdan oyoq yig'ib oldim. Va pastga qozishni davom etdim. Va bir payt bizni tagimizdan bitta shaxta chiqib oldi va albatta men unga kirishga qaror qildim. Birinchi bo'lib men hamma joyni yoritib chiqdim. Va mana bu yerda men jahlim yetgan zombilarni o'ldirishga qaror qildim. Undan keyin esa ko'zimga ko'ringan rudalarni qazib boshladim. Va bu rudalarga asosan temir va tilla kiradi. Do'stlar, bu yerda men omadim kelib yangi dungeon topdim. Hech qanday xaritalarsiz va bu yerga biz albatta qaytamiz. Redstone ham olib ketishga qaror qildim, chunki kelajakda biz juda katta avtofermalar quramiz. Undan keyin esa olmos topish ilinjisida men Slanisgacha tushishga qaror qildim, ammo bu yerdan men boyagi dungeon davomini topdim va u yerga bir kirib ketishga qaror qildim. Va skeletlardan bitta o'q yeb bu yerga hech bo'lmasam temir zirhlar bilan kelish kerakligini tushundim. Va endi esa men yer yuzasiga chiqaman do'stlar. Tepaga ko'tarilsam, tepada esa o'sha kechqurun bo'lgan ekan va shunday joyimga borib uxlashga qaror qildim. Va ertalab bo'lgan zahotda men shaxtadan yig'gan temirlarni pechkalarga qo'yib, ularni pishirishga qaror qildim, chunki bizga temir zirh kerak. Va inventarimga qarasam, inventarim to'la ekan, uni ham bo'shatib oldim. Undan so'ng esa shakar qamish fermamni ham bir yangilab olishga qaror qildim. O'sgan shakar qamishlarni yig'dim va ularni ekdim. Do'stlar, kelajakda biz bu oddiy fermani avtoferma qilamiz. Va bazamga qaytib kelsam, bizni temirlarimiz allaqachon pishib bo'lgan ekan. Shuning uchun temir zirhni yasashga qaror qildim. Va bir sak non bilan kirka yasab oldim. Do'stlar, biz esa tayyormiz. Endi boyagi dungeonga tushsak ham bo'laveradi. Bu yerga tushib turib men mana skeletlarni bitta-bitta o'ldirib boshladim. Chunki bu skeletlarni yetarlicha o'ldirganingizdan so'ng bularning spawnerdan kalit tushadi va o'sha kalit yordamida biz yetarlicha qandaydir resurslar olishimiz mumkin.
Bitta skelet pastga tushib ketdi va men uni orqasidan pastga sho'ng'idim. U yerda esa boshqa skeletlar bilan biz jangni davom ettirdik. Bu skeletlar 4 ta bo'lishiga qaramay, men bir o'zim bo'lib turib, ular 4 talasini ham yutdim. Ha do'stlar, menga bu skeletlarni bitta yoqmaydigan tarafi bor. Gap shundaki, bular shunday o'q otadiki, ularni o'qlari sizni yurakchalaringizni yashil qiladi. Bu degani sizni zaharlaydi va sizni yurakchalaringiz sekin-sekin kamayishni boshlaydi. Va spawnerdan menga kalit tushdi. Ikkinchi spawnerdan esa non. Va spawnerdan tushgan kalitni men mana unday narsaga soldim. Undan esa menga arbalet, emerald va mana unday zloveshi butilka berdi. Va bu danjni to'liq o'rganish uchun boshqa joylarga ham bordim. Va danjning ichida mana unday xona bor ekan. Bu xonaning ichida 4 ta kravat va bachok bor ekan. Va bachokning ichiga kerak emas narsalarni qo'yib, to'g'ri mana unday sopol idishlarni sindirib boshladim. Chunki bunday sopol idishlarning ichidan ko'pgina emerald chiqar ekan do'stlar. Va mana u xonaga ham kirishga qaror qildim. Va bu yerdan esa men Minecraftdagi eng zo'r kitoblardan bo'lmish Pachinka degan kitob topdim. Gap shundaki, bu kitob yordamida siz narsalaringizni XP, ya'ni daraja yordamida to'g'rilashingiz mumkin. Va xuddi mana shunday ikkinchi xonaga ham kirdim. U yerning sandig'idan esa men bitta tilla olma, ikkita emerald va yana mayda-chuyda narsalar topdim. Va bu sandiqni to'liq loot qilib olganimdan so'ng tepaga chiqib asosiy spawnerlar turadigan joyga qaytdim. U yerdan esa men moblar bilan PvP qilishim mumkin edi. Va bu yerda ham bitta skeletlarning spawneri bor ekan. Uni ham men yoqdim va moblar bilan urishib boshladim. Va ozgina moblar bilan PvP qilganimdan so'ng tepaga chiqib ozgina kutib turdim. Qani bu moblar o'zlari nima qilar ekan deb. Jonimni to'g'rilab olib turib pastga tushib yana PvP qilishni davom etdim. Bu skeletlar bilan ham PvP'ni davom ettirdim do'stlar. Va bu skeletlarning spawnerini oldida zombilarning spawneri ham bor ekan. Va ularni ham aktivate qildim, ular bilan ham urushishni boshladim. Zombilar bilan PvP qilish skeletlarga nisbatan ancha osonroq bo'ldi. Chunki nimaga desanglar, skeletlar 1-3-4 ta bo'lib otishardi. Bular esa bitta-bitta kelayotgandi, hech bo'lmasam. Va zombilarning spawneridan ham bizga kalit tushdi. Ayni mudo. Va mana bu yer osti fontaniga water drop qilib tushdim. Bu yerda esa bitta skelet turgan ekan. Uni ham o'ldirib oldim. Va bu skeletlarning spawneridan ham bizga kalit tushdi va danjni o'rganishni davom etdim. Va danjni sayohat qilayotib mana bu yerda xuddi boyagindaqa joyga duch keldim. U yerda ham skeletlar bor ekan. Va bu skeletlarni ham bitta-bitta yer tishlatib boshladim. Va ikkita spawnerni ham moblarini o'ldirganimdan so'ng ikkovidan ham kalit tushdi. Ularni ham oldim. Va albatta mana bu sopol idishlarni ham sindirishni davom etdim. Chunki bu sopol idishlarning ichidan juda ham ko'p emerald tushayotgandi. Mana bu yerda esa men sandiqdan Aquaman nayzasini topib oldim do'stlar. Va mana bu yerda esa men bu danjni yashirin joyini topib oldim. Va bu yerda men sandiq ham topib oldim. Sandiqda esa bitta olmos, bitta tort va bitta temir blok bor edi. Va yig'gan kalitlarimni ishlatib boshladim. Do'stlar, bu yerda meni intuitsiyam ishlab ketdimi, lekin biz yashirin xona topib oldik. U yerda esa bizga kerak bo'layotgan olmos zirh bor edi. Uni ham biz albatta oldik. Va o'sha joyning o'zida men olmos zirhga temir zirhimni almashtirib oldim. Do'stlar, men esa undan keyin bloklarni yig'ib boshladim va siz nimaga deb savol berishingiz mumkin. Gap shundaki, biz spawnerlarni mana shu blok bilan o'raymiz. Chunki biz bulavani olmoqchimiz. Bulavani olish uchun biz boyagi zelyani ichishimiz kerak. Biz u zelyani ichganimizda esa moblar juda ham kuchli bo'ladi va bizga oddiydan ko'ra juda ham ko'p HP'mizni olib boshlaydi do'stlar. Va misol tariqasida sizga aytaman do'stlar, bu zelyani ichganimizdan keyin moblar spam bo'la boshlaydi va u spam bo'lgan moblarni o'zini zirhi va qo'lida qilichi bo'ladi. Do'stlar, lapatalik zombi qanday urishini menimcha hammangiz bilasiz va siz o'ylab ko'ring, bu moblar qo'lida qilich bilan spam bo'ladi va boyagi skeletlar esa har bitta otgan o'qi sizga tegadi.
Va biz yana blok yig'yapmiz do'stlar. Chunki ko'proq blok yig'sak, ana shu bilan hamma spawnerlarni yopamiz va tezroq bu dungeonni loot qilamiz. Do'stlar, men esa videoni bu qismini tezlashtirib yuborsam yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun time lapse. Va bloklarni yig'ib bo'lganimizdan so'ng mana bu spawnerlarni ham qoplab boshladim bloklar bilan. Va dungeonning boshqa qismidagi spawnerlarni ham bloklar bilan yopdim do'stlar. Chunki biz zelani ichib turib mana shu spawnerlarni oldiga yaqinlashsak, moblar 3 soniya o'tib spawn bo'lishni boshlaydi. Bu esa bizga juda ham katta muammo tug'diradi. Shuning uchun biz hozir mana shu bloklarni yopib qo'yishimiz yaxshi. Va o'zim inventarimga ozgina blok yig'ib olishga qaror qildim. Chunki zelani ichganimizda bizga bloklar asqotib qolishi mumkin. Va nihoyat biz o'sha zelani ichamiz. Va zelani ichib turib bitta spawnerda oldi turdim, bu yerda hech nima bo'lmadi. Boshqa spawnerda oldiga kelsam, bu yerda esa skeletlar spawn bo'lgan ekan. Do'stlar, skeletlarni qarang. To'g'risini aytsam, bu skeletlar bu payt snayperga o'xshaydi. Nimaga deb savol bersangiz, chunki bular bir soniga qalqonni ochsam ham ana shunday ham tekizishyapti. Va alamimni olay deb men ham mana shunday kamondan ularni otib boshladim. Va bir payt qarasam, skeletlar tugab qoldimi yoki ko'rinmay qoldi. Qarab kelsam bittagina turgan ekan, uni qilich bilan shunday o'zim qitqib oldim. Va bu spawnerdan menga kalit tushdi do'stlar. Va shu spawnerning oldidagi spawnerda esa mana bunday qandaydir hasharotlar bor edi. Ularni ham men mayda chuda qilmasdan o'ldirib tashladim. Va mana bu yerga kelsam, bu yerda skeletlarni spawneri bor ekan. Uni ham men mayda chuda qilmasdan o'zim bir yo'qlik qilib tashladim. Bu yerdan ham bizga zo'r kalit tushdi. Uni ham olib oldim. Mana bu yerdagi moblarni ham o'ldirdim va bu yerdan ham bizga kalit tushdi. Bu yerda ham yana skeletlar bor ekan. Ularni ham bitta bir yo'qlik qilib tashladim. Do'stlar, omadim kelgandek bunisidan ham bizga kalit tushdi. Va keyingi spawnerdan zombilar ekan. Ularni ham men bir yo'qlik qildim. Va bu spawnerdan esa menga kartoshka tushdi. Do'stlar, bu yerga esa biz oldinroq kelmagan edik va ichkariga kirib turib bitta spawnerni bloklar bilan qopladim. Keyin bilsam bu spawner mana bu mobniki edi ekan. Va bu yerda ochiq PvP ketdi do'stlar. Yaxshisi bu joyni o'zingiz ko'ring. Do'stlar, bu yerda bir 5-6 ta spawnerdagi moblar faqat menga qarab kelayotgandi. Men o'ylagandimki, men o'lib qolaman deb o'yladim, lekin men o'zimni qo'lga oldim va bu yerdan chiqib ketdim. Va bu yerdan chiqib ketib turib, hamma moblarga o'zimni ko'rsatib qo'ydim. Kim bu yerda haqiqiy xo'jayinligini. Va spawnerlardan kalitlar tushdi, uni ham oldim. Va eng qiziq joylardan biri kalitlarni mana bunday spawnerga qo'yish. Afsuski, bunisidan menga bulava tushmadi. Va yo'l-yo'lakay mana bunday spawnerlarni ham ochib ketdim. Va mana bu yerdan bizga katta kalit tushadigan spawner tushdi. Bu yerdan esa bizga bulava tushdi. Va nihoyat do'stlar. Va ana shu yerning o'zida do'stlar men bulavani yasab oldim.
Va undan keyin esa menda mana bunday katta kalitlar bor edi. Ularni ham men ishlatib yordim. Mana bu yerda esa do'stlar menga ikkinchi bulava tushdi. Va dungeon to'liq loot qilib olganimizdan so'ng tepaga chiqdim. Bazamizga qaytganimizdan so'ng inventarim to'lib ketgandi. Shuning uchun men inventarimni bo'shatishdan boshladim ishni. Do'stlar, shuncha harakatim uchun menga obuna bo'lishni unutmang. Chunki mening maqsadim yozning oxirigacha 2000 ta bo'lish do'stlar. Va men esa bazamni oldida o'sgan daraxtlarni yig'ishni boshladim. Daraxtlarni yig'ib olganimdan so'ng bir sandiqlarimni tozalab qo'ydim do'stlar. Aniqroq bloklarni bloklarga, asboblarni asboblarga va ovqatlarni ovqatlarga. Undan keyin esa men daraxtlardan tushgan ko'chatlarni, olmalarni yig'ib oldim. Va bizning shakar qamish fermamiz ham u paytgacha o'sib ketgandi. Shuning uchun uni ham qarab qo'ydim. Mana bu yerga kelsam bitta daraxt turgan ekan, uni men yoqib yubordim. Va kechqurunga yaqin men shakar qamish fermamizni kattaytirib qo'ydim, chunki menda shakar qamish ko'p edi, uni ekishga joy yo'q edi. Fermani kattaytirdim va shakar qamishlarni ekishni boshladim. Shakar qamishlarimizni ekib bo'lgandan so'ng bazamizga qaytib uxlab oldim. Ertalabdan esa men ketmonni oldim va mana bunday qilib kartoshkalarimizni ko'paytirishni boshladim. Pechkadan men steklarni oldim va yangi bulovamizni ishlatib ko'rdim. Do'stlar, o'zim men bu bulovani ko'rgan hayvonimga ishlatdim. Mana bu yerda esa men temir qo'riqchini ham o'ldirishga qaror qildim. Va do'stlar, mana bu yerda o'lib ketishimga sal qoldi. Lekin men buni qildim. Menga bunaqa suitsid kerak emas edi. Shunga kechga yaqin men kartoshkalarni pishirgani qo'ydim va uxladim. Do'stlar, men esa ertalab bo'lishi bilan kartoshkalarimni pechkadan oldim va uni bir tatib ko'rdim. Undan keyin esa men ajdarxoni o'ldirgani tayyorgarlik ko'rayotgandim. Va temir zirhimni olmos zirh qilishga qaror qildim. To'g'ri, lekin bosh kiyimga olmos yetmay qoldi. Ha mayli. Undan keyin esa men o'qlarni yig'a boshladim. Chunki Ender ajdarxoni oldidagi devorlarning ustida uni jonlari bo'ladi. O'shani ochishimiz kerak do'stlar. Shuning uchun bizga o'qlar kerak bo'ladi. O'qlarni qishloqdan sotib olganimdan so'ng asosiy narsa, ya'ni kamonni ham oldim do'stlar. Do'stlar, biz esa yo'lga chiqishga tayyormiz. Qani unda boshladik. Ender ko'z bizni mana shu tomonga chorladi. Demak biz shu tomonga yuramiz. Qani ketdik. Do'stlar, bir gap aytsam ishonmaysiz, lekin Ender portal mana shu orolni tagida ekan. Bunda yangilikni eshitgach, yomg'ir tinishini bilib turib uyga qaytdim va kechga yaqin uxlab oldim. Va ertalabdan men Ender portal turgan joyga bordim va qazishni boshladim. Mana bu yerdan esa men lazurit topib oldim va uni ham yig'ib oldim. Yana ozgina pastga qozganimdan so'ng men bitta shaxtadan chiqib oldim. U yerda esa meni bitta zombi bilan bitta pavuk kutib turgan ekan. Ularni ham o'ldirib oldim va qazishda davom etdim. Undan keyin esa do'stlar men Stronghold o'zini topdim. Va ortimdan bitta zombi tushgan ekan. Uni ham qitqib yubordim va portalni yoqishni boshladim.
No do'stlar, biz esa hol sakraymiz. Menga omad tilab qo'yinglar. Qani, go! Va men esa Ender olamda mana bunday joyda spawn bo'ldim. Undan keyin esa tepaga qazib chiqishni boshladim. Chiqishim bilan menga ajdarho mamnuqa sovg'a tashadi va men uni olmadim va ketib qoldim. Va ajdarhoni kristallarini bitta-bitta yo'q qilib boshladim. Va mana bunday tepaga suv quyib chiqdim. Ana shu yerdan kristallarni otib boshladim. Shu yerdan chunki qulayroq edi men uchun. Va mana bu yerda boshqa kristalni suv bilan chiqib otdim va uni ham yo'q qildim. Undan keyin esa mana uni katta sakrab tushdim va bitta enderman menga agressiya qildi. Uni ham o'ldirib yubordim. Va ajdarhoni hech qanday kristali qolmadi. Bu degani uni qilich bilan urishda vaqti keldi. Ajdarho meni bir marta mana bunday uchirib yubordi. Yaxshi ham teparoq uchirmadi va u yana pastga tushdi. Uni qilich bilan urdim. U mendan qasdi bordi, menimni otib boshladi, lekin bu meni Minecraftda o'tishimga to'sqinlik qilmadi do'stlar. Ha do'stlar, biz ajdarhoni o'ldirdik. Va bitta enderman meni Minecraftda o'tganimni ko'ra olmadi va menga tashlandi. Men uni qitqib yubordim va mana bu yerdagi XP larni yig'ib oldim. Undan keyin esa elitralarni olish ilinjisida mana bu portalga borib boshladim. Va u portalga suv yordamida kirdim, ammo o'sha quygan suvim qolib ketdi. No, mayli. Men esa mana shu yerdan qazib chiqib turib to'g'ri yurishni qaror qildim. Va mana bu yerda esa men kamon yordamida Horusni ko'chatlarini oldim. Do'stlar, life hack. Bu rostdan ham kerakli narsa, olishni tavsiya qilaman. Va Horuslarni olib olganimdan so'ng to'g'ri yurishni davom etdim. Va portaldan taxminan 1000 blok yurgandan so'ng bitta Ancient City topdim. Va uni boshdan oyoq loot qilishni boshladim. Kirishda meni mana bunday ikkita shulker kutib turgan ekan. Bittasini o'ldirib oldim, bittasi ketib qoldi. Undan keyin esa dungeon loot qilish uchun tepaga chiqib boshladim. Va mana unday bitta xonaga kirdim. Bu yerda esa shulkerlar ko'p edi. Va bu yerda bitta shulkerni yer tishlatdim va kartoshkani yeb turib sandiqlarni sindirib oldim. Do'stlar, bu yerda eng asosiy narsa, ya'ni elitralar turadigan kema yo'q ekan. Shuning uchun boshqa Ancient City topishga qaror qildim. Bu yerda juda katta tubsizlik bor ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'lib bloklar yordamida o'tib ketdim. Va bu yerda bizga juda kerakli bo'lgan narsa, ya'ni Ancient City kemasi bilan bor edi. Bu degani elitra bor degani. Lekin ungacha hali borishimiz kerak. Bu yerda men bitta shulkerni o'ldirdim va undan shulker box tushdi. Ichkaridagi sandiqda 3 ta olmos zirh va tilla bor edi. Ana shu yerning o'zida men temir bosh kiyimimni olmos bosh kiyimga almashtirdim va oldimda yurgan shulker boxlarni o'ldirib boshladim. Undan keyin esa men kemaga bloklar yordamida bormoqchi edim, ammo menga shulkerlarning o'zi yordam berdi. Va kemaga shulkerlar yordamida uchib kelganidan so'ng ularni otib o'ldirdim. Do'stlar, kemani pastiga tushdim va bu yerda menga xalaqit berayotgan shulkerni o'ldirdim. Undan keyin esa men sandiqlarni sindirdim va elitramizni oldim. Elitrani kiyib turib to'g'ri uyga qarab uchib ketdim. Va portalning oldiga kelgandan keyin bloklar yordamida portalga kirib ketdim.
Undan keyin esa asosiy portalning oldiga bordim va meni bitta Enderman itarib yubordi u yerga. Biz esa do'stlar Minecraftni o'tdik. Do'stlar, sizlarga savolim bor. Sizlar Minecraftni necha marta o'tgansiz? Kommentariyaga yozing. Biz esa bu paytgacha bazamizni oldidan spawn bo'ldik. Men esa Ender sandiq yasab oldim. Va oddiy sandiqlarni ham yasadim va ularni ham qo'ydim, chunki menga joy yetmayotgandi. U paytgacha kechqurun bo'lgandi va men uxlashga yotdim. Va ertalabda men shakar qamish fermamizga borishga qaror qildim. Bu paytgacha biz shakar qamishlarimiz o'sib ketgan ekan. Men ularni yig'ib oldim. Va yig'gan shakar qamishlarimizdan kitob yasadim. Kitob bilan birga salyut yasadim. Chunki salyut bilan biz elitrada uchishimiz mumkin do'stlar. Va salyut yordamida elitramda uchib orolimni tepadan ko'rishga qaror qildim do'stlar. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga bir raqamini yozib keting. Do'stlar, oroldagi 100 kunlik omon qolishning ikkinchi qismi shuning bilan tugadi, lekin sarguzashtlar hali oldinda. 3-qism tez orada chiqadi. Keyingi qismni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling, like bosing va chiroyli kommentariyalardan qoldirishingizni xohlardim.